Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli guruhdoshlar. Universal kotyol, aqlli kotyol deganda nima tushunamiz degan bo'lsanglar, hozir men sizga qisqa 1 minut ichida tushuntirib beraman. Bu bunkerxonasi bo'ladi. Ana shu ko'mirni soz, ana shu ko'mirga to'lib turadi. Xohlagan sortda ko'mirni yoqishingiz mumkin. Izg'or, quri, iri, mayda, liboyni. Tappa desangiz tappa yoqasiz, o'tin desangiz o'tin yoqasiz. Bu bo'lsa mana 3 teng bo'ladi. 220, mana 3 poz ishlaydi, mana 220 ishlaydi xullas. Bu 130 ventilyator, buna regulyator bo'ladi. Mana bo'lsa termostat bo'ladi. Bu narsasi aqlli narsa bo'ladi. Xullas, ko'mirni solasiz, bu narsani qo'shasiz. Bu narsa bu ventilyatorni boshqaradi. Termostat ventilyatorni boshqaradi. Kerak vaqtda qo'shadi, kerak vaqtda o'chiradi. Bu degani bir tur temperaturada tap ko'mir tamom bo'lgancha o'zi boshqarib, o'zi issiqlik ushlab turadi degan narsa. Shuni hisobidan ekonomiyasini bo'ladi bular. Tenlarimizga keladigan bo'lsak, bu ikkovi balandlik bilan piyasi 220 da ish beradi, postoyanli. O'rtadagi bo'lsa, xolasangiz 1 pozda, xolasangiz 2 pozda, xolasangiz 3 pozda ishlaydi. Xullas, yakuniy qismiga keldik. Xullas, to'q bo'lsa to'qda yoqasiz, ko'mir bo'lsa ko'mirda, tappa bo'lsa tappada, o'tin bo'lsa o'tinda yoqasiz. To'ng'ib qolishga bahona yo'q. Yoqish ham, tozalash ham bahona yo'q bu narsada. Universal termodatchiklarni qo'ydik mana. Devlet datchik, termodatchik ko'prikda joylashgan. Navbatdagi kotyollarimizni olib boramiz. Bu kotyolimiz 40 zavodga ketdi. Inshaalloh rezultatlarni ko'ramiz yeting. Assalomu alaykum va rahmatulloh.